Assalomu alaykum. Rust dasturlash tili darslariga xush kelibsiz. Bugun 3-dars. 3-darsda biz bugun Rust dasturlash tilida o'zgarmas va o'zgaruvchilarni ko'rib o'tamiz. Nimaga o'zgarmas deyapman? Rust dasturlash tilida odatiy holatda o'zgaruvchi emas, o'zgarmas bo'ladi. Hozir ular qanaqa bo'lishini ko'rib ketamiz. Bu uchun yangi tilda olamiz va nomini bilmayman, let deb qo'yamiz masalan. Va letni workspace ya'ni ish muhitiga joylab olamiz. Bu yerda let ichiga kirib turib, yangi projektni initiate qilsak ham bo'ladi. Xo'p, boshqacha yo'li ham bor. Letni o'chirib tashlaymiz. Oddiyroq bo'lishi uchun. Xo'p. Terminaldan chiqaman. Yo'q, VS Code'dan chiqaman, terminalga kiraman. Bu yerdan nima qilamiz? Desktopga o'tamiz. Sahada ketib qo'yishdi, uzr. Tak, clear qilib turib, cd desktop qilamiz va bu desktopga o'tadi. pw orqali ko'rishingiz mumkin qayerligimizni. Va mana shu yerda biz yangi Rust loyihaga ish boshlasak bo'ladi. Cargo new deb turib, nomini let deb qo'ysak ham bo'ladi va bu bizga let nomli yangi loyihani ishga tushirib berish kerak. Xo'p. Let cannot be used package name. Let nomini loyiha nomi sifatida ishlatib bo'lmaydi ekan. Demak, biz buni let 1 deb qo'ysak bo'ladi. Sababi let 1 bu o'sha ta'kidlangan ro'yxatda katta texnologiyalar bo'lmaydi va bizda let 1 degan loyiha ishga tushgan bo'lishi kerak. Let 1 degan loyiha paydo bo'ldi. Desktopda ko'rishimiz mumkin. Let 1 nomli loyihani ishga tushirib oldik. Va buni ichiga o'tamiz. cd bilan let_1 va ls bilan tarkibni ko'radigan bo'lsak, source va toml bor bu yerda. Bizga kerak bo'lgan narsa source ichidagi main arrays fayl edi, agar esingizda bo'lsa. Va xuddi shu yerda biz VS Code dasturini ishga tushirib olsak bo'ladi. Buni terminaldan qilolmadik, to'g'ridan-to'g'ri VS Code o'zidan ketsa ham bo'ladi. Demak, let 1 ni bu yoqqa tashlaymiz. Va bizda source ichida main arrays fayli bor va ushbu fayl bilan biz o'zimizning ishimizni bajarib ketayotgan edik. Va bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, sal kattalashtirib olaman. Xo'p. Bugun biz o'zgaruvchi yoki o'zgarmasdan ko'rib o'tamiz. Demak, ikkita chiziqcha bo'lsak, bu izoh bo'lardi. Izoh bu ishga tushmaydigan, kodning ichida ishga tushmaydigan matn desak bo'ladi. O'zgarmas va o'zgaruvchilarni bugun ko'rib ketamiz. Xo'p, albatta doim biz main funksiyani chaqirib olishimiz kerak, main functionni, va shundan keyin biz kodimizni yozib ketsak bo'ladi. Kodimiz ikkita jingalak qavs ichida bo'ladi va biz bu yerda o'zgarmas va o'zgaruvchilarni yozib ketsak bo'ladi. O'zgarish ochish uchun odatda const yoki letdan foydalanishimiz mumkin. Biz letdan foydalangan holatda o'zgaruvchi yozishni boshlaymiz va o'zgaruvchiga nom berishimiz kerak bo'ladi. O'zgaruvchini biz idish sifatida tushunishimiz mumkin. Uning ichiga qanaqadir qiymat berib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Misol uchun o'zgaruvchi nomini biz Muhammad Ali deb qo'ysak bo'ladi. Demak, Muhammad Ali nomli o'zgaruvchi qo'ydik va u o'zgaruvchimizni xohlasak raqamga biriktirsak bo'ladi. Masalan, 2008. Va yana bitta o'zgaruvchi olsak bo'ladi, surprise deb masalan. Xo'p, surprise nomli o'zgaruvchi ochdik va buni qiymatini matnga biriktirsak ham bo'ladi. Rust dasturlash tilida matn va raqam, ya'ni sonlarning farqi qayerda? Sonlar to'g'ridan-to'g'ri barobar qiymatdan keyin beriladi. Matn esa qo'sh tirnoq ichida berilishi kerak va qo'sh tirnoq ichida berilgan matnni Rust dasturlash tili va ko'plab dasturlash tillari matn sifatida, ya'ni string sifatida qabul qiladi. Va bu yerga biz masalan chayon yil desak bo'ladi. Bu albatta misol, qanaqadir 2008-yilni chayon yiliga aloqasi yo'q menimcha. Xo'p, ikkitasini yozib oldik va biz endi print funksiyasi orqali yozgan natijamizdan foydalansak bo'ladi. Print funksiyasi bizga matnni chiqarib beradi ekranga va bundan qanaqa foydalanamiz? Qaranglar. Misol uchun salom dunyo deydigan bo'lsak, hozir bizda salom dunyo nomli matn chiqadi. Xo'p, mana bu misolni o'sib turishimiz kerak. Xo'sh. Qo'shtirnoq yopamiz va nuqta virgulni ham qo'yamiz va kodimizni ishga tushiramiz. Ctrl tildan bossangiz pastda terminal paydo bo'ladi va shu yerdan biz cargo run yoki cargo build qiladigan bo'lsak bo'ladi. Bizga hozir cargo run muhimroq, sababi biz hozir build qilamiz, faqat shunchaki ishga tushirib kirmoqchimiz va bu yerda qanaqadir xato borligini ko'rishimiz mumkin. Xato bizda adashmasam o'zgaruvchi nomida, ya'ni biz katta harf bilan boshlaganimiz yoqmadi. Demak, Muhammad Ali o'zgaruvchisini kichkina harf bilan yozamiz. Katta bilan yozganim tizim hurmati. Xo'p, cargo run qaytadan ishga tushiramiz va bizda yana bitta xatolik ko'rindi. Xo'p, let's surprise this is intentional, this is underscore. Okay, use it variable. O'zgaruvchi ishlatilmagan deyapti. Keyinlar o'zgaruvchini nimaga olib turamiz? Izohga. Ya'ni Rust dasturlashtirish shunaqa xatolarni sizga aytib ketadi.
xatoyingiz yo'q desangiz kodingiz ishga tushadi, aks holda kod umuman ishga tushmaydi. Ya'ni Rustni HTMLdan farqi bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Pastdagi salom dunyo matnimiz ishga tushdi. Endi shuni salom 2008-yildagi dunyo. Bu yil Chayon yil demoqchi bo'lsak, ya'ni o'zimiz kiritgan o'zgaruvchilardan foydalanmoqchi bo'lsak, qanaqa foydalanamiz? Shuni ko'rib o'tamiz. Demak, Rustda placeholder degan tushuncha bor. Xo'p, placeholder degani bu bo'sh joy. Ya'ni bo'sh joyda siz o'zgaruvchidan foydalanishingiz mumkin va biz bo'sh joyni kiritib ketishimiz kerak. Bo'sh joy qanaqa kiritiladi? Jingle kaos ochiladi yana. Jingle kaos ochildi yopildi. Bu birinchi bo'sh joy, ya'ni placeholder. Va ikkinchi placeholderni yana ikkinchi jingle kaos va hokazo ketaveramiz. Uchinchi placeholder, to'rtinchi placeholder va bulardan qanaqa foydalanish hozir tushuntirib o'taman. Demak, bizga salom 2008-yildagi dunyo kerak va hozir placeholder Chayon yili demoqchimiz. Xo'p, ikkita placeholder oldik. Birinchida 2008-yildagi dunyo, ikkinchisi esa Chayon yili chiqishi kerak. Ya'ni birinchi placeholder oldida Muhammad Ali o'zgaruvchisi qiymati chiqishi kerak. Ikkinchi placeholder oldida esa surprise ni qiymati chiqishi kerak. Buni qanaqa qilamiz? Qanaqa beramiz? Xo'p, bu yoqqa yozamiz. Virguldan 2008 virgul yo'q, 2008 emas, Muhammad Ali va surprise ni yozamiz. Ya'ni biz avval placeholder qo'yamiz, ya'ni bo'sh joy berib ketamiz va virguldan keyin berilgan o'zgarmas nomlari o'sha placeholderga biz bergan tartib bo'yicha joylashib qoladi va kodimizni run qilib ko'ramiz. Demak, cargo run desak bizda xato kelib chiqdi. No found scope. Bu skopda topilmadi. Ha, biz o'zgaruvchini mana bu komment, ya'ni izohdan chiqarish esdan chiqdi. Run qiladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin natijada salom 2008-yildagi dunyo hozir Chayon yili. Ya'ni bu yerda biz o'zgarmas ochdik va o'zgarmasimizdan bu yoqda foydalandik. Demak, qanaqa ekan? Let orqali biz o'zgaruvchi ochamiz. Xohlaylik raqam, xohlaylik matn va o'zgaruvchidan foydalanishimiz shart. Agar o'zgaruvchidan biz foydalanmaydigan bo'lsak, kodimiz ishga tushmaydi. Tepagidagi xatolik xabarini qaytaradi va bu xatolik xabarini ko'ringiz kelmasa clear qilsangiz bo'ladi va yangidan cargo run bersangiz kodingiz ishga tushadi xatoliklarsiz. Tepada xatolik bergan birinchi xatolik chiqqani sababi bizda biz o'zgaruvchi ochdik va ishlatmadik. Ikkinchi xatolik esa o'zgaruvchilarimizni komment, ya'ni izohga olib qo'ygandik va izohga olib ulardan foydalanishga harakat qildik. Izohda yozilgan narsa ishlamaydi. O'shaning uchun ikkinchi xatomiz chiqdi bizda. Izohdan ochgan paytimizda bizda natijamiz qaytib keldi. Demak, o'zgaruvchidan foydalanish uchun avval biz bo'sh joylar qoldirib ketishimiz kerak. Bu bo'sh joylar Rustda placeholder deyiladi va o'zgaruvchilarni o'sha bo'sh joyga tushishi ketma-ketligida tartibida undan keyin virgullardan keyin o'zgaruvchi nomini yozib berib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa o'zgaruvchilar. Biz hozir o'zgarmaslarni ko'rdik. Qanaqa qilib bular o'zgarmaslar? Odatda dasturlash tillarida biz bitta o'zgaruvchini e'lon qilgandan keyin uni qiymatini o'zgartirib ketsak bo'ladi. Misol uchun Muhammad Ali degan o'zgaruvchi bor. Biz buning qiymatini xohlasak, misol uchun 2025 ko'rishimiz ham mumkin aslida. Lekin Rustda bu narsa ish bermaydi. Ya'ni Rustda o'zgarmagan holda qoladi. Cargo run beradigan bo'lsak, xatolik xabari qaytishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Muhammad o'zgarmasi bu cannot sign twice to immutable variable, ya'ni immutable, mute qilsa bo'lmaydigan o'zgaruvchini ikkinchi qiymat berib bo'lmaydi deyapti. Ya'ni Muhammad Ali bizda o'zgarmas sifatida ochilgan. Xuddi shunday surprise ham o'zgarmaydigan qiymat sifatida ochilgan. Ya'ni biz pastga kelib turib surprise ni qiymatini endi boshqacha matnga almashtira olmaymiz. Misol uchun buqa yil deb yozadigan bo'lsak, dasturimiz buni qabul qilmaydi. Sabab Rust boya aytganimizdek xatoliklarga juda ham diqqat bilan qaraydi. Va bizga Rustning o'zi yechimni berib ketyapti. Ya'ni o'zgarmas emas, o'zgaruvchi ochmoqchi bo'lsak, biz letdan keyin mut, ya'ni mute qilsa bo'ladigan degan qiymatni, ya'ni iborani berib ketishimiz kerak va natijada bizda oxirgi berilgan o'zgaruvchi qiymatlari qabul qilinishi mumkin bo'ladi. Va cargo run qilib natijani tekshirishimiz mumkin. Xo'p, demak ko'rishingiz mumkin, salom 2005-yildagi dunyo hozir buqa yili. Lekin biz tepada o'zgaruvchiga 2008 va Chayon yilini bergandik. Pastda biz o'sha o'zgaruvchilar qiymatini yangiladik. Demak, o'zgaruvchi qiymatni yangilash uchun let so'zidan takroran foydalanish shart emas. O'zgaruvchi nomi barobar yangi qiymatni berib ketishimiz mumkin. Yangi qiymat qabul qilinishi uchun esa tepada biz letdan keyin mut ni berib ketishimiz kerak bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, videoni takroran ko'rib olishingiz mumkin.
Savollaringiz bo'lsa bemalol Grok yoki Claude yoki boshqa sun'iy idrok modellaridan foydalanib yaxshiroq javoblarni olishingiz mumkin va yozilayotgan, o'rganilayotgan kodlarni o'zingiz ko'proq amaliyotda mashq qilib ko'ring. Bu kodlarni yodlashingiz va o'zlashtirishingizga yordam beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.